Hangvaqtılıqning hukmi nima? Yozuvchi Abdullah Arman. Tahrir Aydin. Burunlarda cho'nglarning ba'zi kishilarni osmon o'rilib tushsa, ostida yog'ni niyalaydigan degandek sifatlar bilan sifatlaganligini anglaydik. Hatto ba'zida buningdek bir ishlar alohida bak ta'sir qilib ketmaydigan, atrofidagi ishlar bilan hech kori bo'lmay, o'zining ishlari bilan yashaydigan, bu xil xarakterdagi kishilar maqtiladigan, hatto boshqalarni ham shundoq yashashga targ'ib qiladigan ahvollarni uchratib turardik. Bu targ'ibotlar jumlasidan biri bo'lsa, o'zingni bil, o'zgini qo'y ideyasi bo'lib, bu qarmoqqa intayin yaxshi ishdek tursimi, dinimiz islomning qimmat qarashlariga tubdan zid keladigan maqul tamsil bo'lib, buning aksicha dinimizning ta'limoti bo'lsa, bir kishilik musulmon bo'lib yashashdan qat'iy cheklaydi. Har doim boshqa musulmonlarning ishlariga ham ko'ngil bo'lishga, birlikda go'zal jamiyat barpo qilishga chaqirdi. Bu qisqagina maqolamizda bugungi kundagi musulmonlar jamiyati singib kirishga boshlagan shaxsiy bir kishilikli yashash, ya'ni oddiy qilib aytganimizda bugünkidek butun dunyoda, xususan vatanimiz Sharqi Turkistonning vaziyati kun sari og'irlashayotgan jiddiy bir paytda bir Uyg'ur musulmonning hangvaqtlarcha yashashining uni qandoq oqibatlarga olib qo'ydiganligi va buningga dinimizning qandoq qaraydiganligi haqida to'xtalamiz. Hangvaqtliqdan nima maqsad qilinadi? Oldi bilan hangvaqtliq degan nima? Uningda nima ko'zda tutiladi? Bu haqda qisqacha to'xtalib o'taylik. Hangvaqtliq so'z ma'nosi jihatdan beparvo, beg'am, parvosiz degandek ma'nolarni o'z ichiga olgan bo'lib, ya'ni Uyg'ur tili iste'molida nima qilishini, nimaning muhim, nimaning ahamiyatsiz ishlar ekanligini bilmaydigan, atrofidagi yuz berayotgan ishlar xiyoliga kirib chiqmay, hangvaqib yuradigan beparvo, hamoqat kishilarni hangvaqti deb ataydi. Yana bir ma'nodan ilib aytganda, hangvaqtliqdan faqatla o'z manfaati uchun harakat qiladigan bir kishilikli yashashdan iborat shaxsiyatchilik ko'zda tutiladi. Bu ma'noni Payg'ambar alayhisalomning bu hadisidan texim yaxshi tushunib olamiz. Kimki musulmonlarning ishiga ko'ngil bo'lmasa, u bizdan emas. Bu uqumni texim yaxshi tushunish uchun uning aksi bo'lgan hushyorlikni izohlashga to'g'ri keladi. Hushyor kishi degan irodalik, fursatni bayqab ching tuta oladigan, masalalarga loyiqada tadbir qo'llana oladigan, Allohning ne'matlarini zoya qilib o'tmaydigan, vaqtni ahamiyatli ishlarga sarf qiladigan, oxiratlikini dunyoliqidan muhim biladigan kishidir. Payg'ambar alayhisalom bu haqda mundoq deydi: Hushyor odam o'ziga puxta, shundaqla oxirati uchun amal qiladigan kishidir. Ojiz odam bo'lsa, havoyi havasiga agishib, Allohdan quruq umid kutib turadigan kishidir. Undaqda islom bu masalaga qanday qaraydi? Islom dinining asos prinsiplaridan biri bo'lsa, amri ma'ruf, nahiy munkar, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish bo'lib, bu har bir musulmonga farz qilib bekitilgan majburiyatdir. Alloh taolo mundaq deydi. Alloh taolo kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nozil qildiki, sizlar Allohning oyatlarini inkor qilinayotgan va masxir qilinayotganligini anglagan chog'inglarda ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxir qilayotgan kofirlar boshqa parangga kirishmaguncha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Bu oyatdan shuni ko'rib olamizki, bir musulmonning o'zi bevosita gunoh ma'siyat o'tkazmasimi, atrofidagi ma'siyatlarga sukut qilishi uning shu jinoyatni qilg'ini bilan o'xshash hukmda bo'ladi. Bu nuqtani Lut alayhisalomning qavmining halok qilinish sababi texim yaxshi yuritib berishi mumkin. Lut qavmining dum ko'mtirib etilishiga, butunlay halok qilinishiga, tosh yog'dirilishiga, ularga hech kimga kelmagan azoblarning kelishiga sabab bo'lgan masala, ularning ichidagi oz bir qism kishilarning o'tkazgan jinoyatlarga boshqalarning sukut qilishib, o'zining ibodatlari, shaxsiy ishlari bilan kifoyalanib qolishidir.
Nihoyatda ularning hammasi birdek halok qilindi. Jarir roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biror qavmda gunoh ma'siyatlar qilinsa, qavmdagi gunoh ma'siyat qilmaganlar qilganlardan ko'p va kuchlik turib, gunoh qilguvchilarni tuzatishga urinmasa, Alloh ularni umum yuzlik jazolaydi. Yana bir hadisda mundoq kelgan. Bir farishtaga bir mahallani yer yutqizib o'tish farmon qilindi. O farishta: "Ey Parvardigorim, bu mahallada to'liq ibodat qo'y, bir bandang bor ekan-ku", dedi. Alloh taolo bu farishtaga: "Avval shu odamdan boshla. Chunki shu yerlarda yuz berayotgan bo'lmag'ur ishlarga echinib, uning chiroyi biror soatmi o'ngib boqmagan", deb vahiy qildi. Bu haqda ilgirki olimlardan Amri Zohid mundoq deydi. Alloh norozi bo'ladigan ishlarni ko'rib turib, o'zigimi hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydigan odamlardan qo'rqib, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan cheklamayla, beparvo holda ketib qilishing, o'zingdan g'ofil bo'lganliging va Allohdan yuz o'rganligining ifodasidir. Biz yuqorqi oyat va hadislardan musulmonlarning bu qisqa hayotini, cheklik umrini, qimmatli vaqtlarini hang vaqtlarcha o'tkazishning qat'iy cheklanadiganligi, hatto ig'ir jinoyat hisoblanadiganligini bilib yetalaymiz. Biz qanday hang vaqtlik qilyapmiz? O'zimizning realligimizga qaraydigan bo'lsak, vatanimizdagi ahvollar kundan kunga nacharlashib menayotgan, Sharqiy Turkiston xalqi muhojiratdagi qarindoshlaridan g'oyat zo'r umid kutib o'tirayotgan bugungi paytda chet eldagi bizlar vaqt o'tgan sari bexudlashib, hatto maishatlarga boshchilab kirib, eng oddiy burchimiz bo'lgan va chet eldagi o'z millatimizdan bo'lgan qarindoshlarimizning holiga ham parvo qilmay yashaydigan holatlar shakllanmoqda va kun sari ig'irlashib bormoqda. O'sher kishilarning soni ko'payish uyoqda tursin, hang vaqtlar karvoniga qo'shildiganlarning soni ko'payib, asli shunchalik iqtidorli, o'sher, sapoliq kishilar o'zlariga ish peshidagilarning yaxshi emasligi, fursat yo'qligi va yoki vaqt sharoit berilmaganligi va yoki qandaqdir bahonalarni tepib bo'layotgan irqiy qirg'inchilik va qatliamga qaramasdan beg'amlarcha hayot kechirmoqda. Hal qilishga tegishli nurg'un masalalarimiz, tuzatilishga tegishli nurg'un illatlarimiz bor. Bu illat va masalalar ichimizdagi buni his qilib yetalaydigan hushyor kishilarning ko'p bo'lishi, ularning o'z vazifasini ado qilishi bilan hal bo'ladi. Qoqshab qo'yish yoki o'zini qochirish bo'lsa, vaziyatni texmi nacharlashtirib, Allohning nusratini kechiktirib o'tadi va millatning ahvolini texmi ig'irlashtirib o'tadi. Hasan Basri rahimahulloh mundoq deydi: Alloh bir qavmga yaxshilikni iroda qilsa, ularga ig'ir besiq, mehribon kishilarni bosh qiladi. Navoda bir qavmga yomonlikni iroda qilsa, hamoqat odamlarni ularga bosh qilib qo'yadi. Ularning iqtisodini bexil odamlarning qo'liga tutqizadi. Ya'ni bir jamoatga Allohning yordami har xil shaklda tushadigan bo'lib, uning jumlasidan yo'l boshlovchilarining qobil va mehribon kishilarning bo'lishi ham bu yordamlardan biridir. Bir millat bo'lish sifatimiz bilan hamma birlikda qancha hushyor bo'lsak, Alloh bizga mukofot sifatida qobil qo'mondan, farosatli yetakchilarni ko'plab chiqarib beradi. Aksicha bo'lsa, hamma odam o'zi tuzukroq harakat qilmay, ish beshidagilarni ayiblash, bo'layotgan ishlarni baholash bilan ulug' gaplarni ko'p qilib, qil tavratmaganda, gapdonlik bilan o'zining hamoqatligiga ko'ngilda paydo bo'layotgan cho'qonlarni tindirishga tirishadi va bu vaqtning o'tishiga ergishib, haqiqiy hamoqatga aylanib qoladi. Shundoq, mutaxassislar ham doim ta'kidlayotgandek, bugun biz Sharqiy Turkistonliklarga nurg'un fursatlar kelyapti. Ham atrofimizda xeyli ko'p, ammo bu fursatlardan millat shaklida yaxshi foydalanish uchun 1, 2 yoki 3, 4 emas, yuzlagan, hatto minglagan o'zining dini, vatani va millati oldidagi vazifasini tunuydigan zerek,
Hoşyar va fursatlarni bayqab, uningdan unumli foydalana oladigan, o'z g'oyalarini ro'yobga chiqarish uchun badal to'lay oladigan qobil kishilarga muhtoj bo'lib turyapmiz. Bu muhtojlik qandaqdir hoşyar kishilarning xolisona qiladigan bo'sh vaqtlariga qolgan bo'lmasdan, ularning ustiga diniy va milliy nuqtadan yuklangan bosh tortib bo'lolmas majburiyat bo'lib shakllanishi kerak. Ondaq bo'lmaydigan hamoqatlarcha yashayotganlar Allohning oldida gunohkor, izlayotgan xalqning oldida xoin, izzat numuslari dafsanda qilinayotgan och singillar oldida dayyuslardan bo'lib qoladi. Sharqi Turkiston mustaqillik ko'rishi parvozsizlik bilan oyda yilda 1-2 qatim namoyishlarga qatnashib qo'yish bilan va yoki hafta oxiri dam olish kunlari vataniga bo'lgan sig'inish tufayli o'sinib qo'yib o'tib ketish bilan elib berildigan yoki elib borg'ili bo'ladigan kurash emas. Balki bu kurashga eng qimmatli vaqtlardan kechib, maxsus vaqt ajrata oladigan, kecha kunduz boshqa tura oladigan, o'ltirsi qopsi barcha g'ami vatan mustaqilligi bo'ladigan ixlosmand kishilar bilan millatning har bir a'zosining sadoqati natijasida erishadigan Allohning g'albi nusrati bilan elib beriladigan bir kurashdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Bilib qo'yinglarki, Alloh parvosizlik va ko'ngil bo'lmaslik bilan qilingan duolarni qabul qilmaydi. Bu hadis bizga shunday uchur beryaptiki, biz beparvolik, ko'ngil bo'lmaslik, badal to'lamaslik bilan qilib qo'ygan tipirlashlarimiz bilan hargizmi Allohning nusratiga noil bo'la olmaymiz. Shahona asar Qutatqu bilikda mundaq bir beyt kelgan: Hoşyarlik, o'yg'oqlik bilan al yashar. Buning birla davlat uzun chog' to'rar. Oxirda Alloh taoladan bizning oramizdan o'zining nusratiga noil bo'lish sifatlarini hozirlagan ixlosmand va hoşyar kishilarni, qobil yo'lboshchilarni, dini, vatani va millati uchun har qanday badallarni to'lashdan yanmaydigan o't yurak yoshlarni ko'plab chiqarib berishini tilaymiz. Shundaqla eng qisqa vaqtda bizga vatanimizni o'z qo'limiz bilan ozod qilish sharafini ato qilishini so'raymiz. Amin.